Assalomu alaykum qadrli traderlar. Demak, davom etamiz. Elliot to'lqinlari bo'yicha demak tillarni tahlil qilamiz. Bugun yana faqat tilla haqida bo'ladi. Demak, D1 grafikida tillada bizada mana bu krupniy 3-to'lqin tugagan ko'rinadi. Krupniy 3-to'lqin va pastki 4-to'lqinga demak bozor hozir demak harakatlanayotgan bo'lishi mumkin va undan keyin yana bozor o'sishiga demak taxminimiz bor. Agar 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame da bizada mana bunday holat demak bo'lyapti. Mana bu yer demak o'tgan safar taxmin qilganimiz 3 burchakdan keyin pastki bozor ketishi to'g'ri chiqdi. 1000 punktdan oshuv demak profit qilingan va hozir demak bozor yana ozgina tepaga ketib turib 4-to'lqinga demak yana pasayishiga taxminimiz bor. Bundan keyin kuzatamiz. Agar impuls bilan demak yaxshi откат beradigan bo'lsa, o'sha продолжение yanada tillarni o'sishiga taxmin qilishimiz mumkin. Agar Fibonacci setkasini tortadigan bo'lsak ham taxminan 61.8 ga to'g'ri kelar ekan. 5 minutlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, 5 minutlik time frame da mana bu demak impuls demak 1, 2, 3-to'lqin va 4-to'lqinga hozir bozor ketyapti va undan keyin demak 5-to'lqinga bozor pastga tushib taxmin qilyapmiz. Va lekin aslida o'sha mana bu yerdan o'sha boshlanayotgan bo'lishi mumkin. 4-to'lqin pastga 5 of to'rga. No, mana bu ABC korreksiya bizda impuls emas. Buni demak kuzatishimiz kerak. Taxminim bo'yicha yana bozor mana bu Z to'lqinga ko'tarilib 4-to'lqinni olgandan keyin ketishi mumkin pastga. Hozir demak продажаga bunaqa явный точка yo'q. Taxminim bo'yicha bozor yana o'sishi mumkin. O'shandan keyin agar impuls bo'lib pastga demak откат beradigan bo'lsa, o'shandan keyin yana kutishimiz mumkin. Hozircha demak ichki to'lqin bo'yicha H1 va M5 da bozor yana mana Z to'lqinga ko'tarishini taxmin qilyapman. Kim Elliot to'lqinlariga va William Gann texnikasiga qiziqsa, demak adminga murojaat qiling. Onlayn va offlayn kurslarda demak bilim olishingiz mumkin. Like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.